Ahmoq. Suvyanjo, sen men bilan ajrashmoqchimisan? Bu yerga xush kelibsiz. Janob Bay, ketyapsizmi? Yoki xavfsizlik xodimlaridan sizni olib ketishlarini so'rashim kerakmi? Seningchi, u seni himoya qiladimi? Suvyanjo, men senga 3 kun beraman. Agar bu narsa takrorlansa, boshqa suvingni himoya qila olmaganim uchun o'zingni ayblama. Yaxshimisiz? Men yaxshiman. Bu sizsiz. Siz unday emassiz. Aha, men doim shunday bo'lganman. Tog'larda mashq qilardim. Men juda kuchliman. Men shunchaki kichik tansoqchiman. Bu haqiqat. Agar u haqiqiy mahoratga ega bo'lsa, u uni yashirmaydi. King Kong, siz xavfsizlik boshlig'isiz. Siz nima qilyapsiz? Qanday qilib qo'mitamga ruxsat bera olasiz? Agar bugun bu odam bo'lmasa, men uchun tanamni olib ketmoqchimisiz? Bu meni aybim. Keyingi safar siz buni qilishingiz shart emas. Janob Su. Suxona. Men uchun muhim narsa bu sizni himoya qilish. Men hozir uchrashuvga ketishim kerak. Men qaytib kelganda umid qilamanki, men yangi ofisda ko'raman. 不是 ，King 操！ Siz uni haqiqatan ham saqlamoqchimisiz? Siz unga qiziqmaysiz. Siz sizmisiz? Nima haqida gapiryapsiz? Men uni tekshirdim. Ammo hech narsa topolmadim. U yaxshi quruvchi. Shu payt va bir vaqtning o'zida uni aylanib chiqish eng foydali va o'zingiz ko'zingiz bilan kechagi bo'lgan voqeani gapirishga to'sqinlik qiling. Bu mashg'ulotlardan ko'ra charchatarkan. Sen meni katta aka bilan aralashdingmi? U hali ham bu yerda ovqatlanmoqda. U bilan gaplashishning hojati yo'q. Bolakay, endi sen barmoqlaringning 3tasini sindirasan va menga o'zgartirish kiritish uchun menga $200,000 to'laydi. Men ko'rib chiqishim mumkin. Ko'ramiz qanaqa chiqar ekansan. Qani chiqlaring? Yo'qol. 碰巧杀了一个杀手，就真 Sen o'zingni yengilmas deb o'ylaysanmi? 今天就让 Bugun senga dars berib qo'yaman. Kim xo'jayin ekanligini. Keyingi bosqich ommaviy ishlab chiqarishni boshlashdir. Men aytib o'tgan kanallar, biz ularni imkon qadar tezroq amalga oshirishimiz kerak. Jinka, u bilan biroz muammolar bor. Bugun ertalab oshxonada yoringizda erkakni qamab qo'ydi. Ular bizni tashqariga chiqarib yuborishdi. Nima u? Nima bo'ldi?
Bu yerda nimalar bo'ldi? Suxonim, siz ham kechki ovqat uchun keldingizmi? Ovqat juda mazali. 你没事？ Yaxshimisan? 他们 Hammasi yaxshi. Ular jang qilishyapti. Ularni to'xtata olmadim. Siz ahmoqlardan yotgansiz. Suxonim, bu bola yigitlarni uryotuvdi. Men shunchaki o'yladimki, Dedim. 再有一次你就不用干了。 Yana bir bor va endi ishlashingiz shart emas. Mening so'zlarimga e'tibor bermadingizmi? Kasalxonaga olib keting. 从明天开始， Ertadan boshlab bu yerga qaytib kelmang. 听不懂吗？ Siz ham tushundingizmi? Siz o'zingizni qo'riqchi-qo'riqchingizni urdingiz. Nega ular qattiq urdingiz? u qanday oila? U oilaga yaqinroq. U sizdan ko'ra Bay oilasiga yaqinroq. Sen haqsan. 我们刚刚调查， Biz hozirgina tekshirdik. 的确是金 Sandman 放进来的， Jinko uni bu yerga qo'ydi. 因为我看 Mening fikrimcha, 这事跟白金 bu 和 yakang 朱 tiyang 关系。 bunga bog'liq. 白家和侯家 Bay va Hu oilasi, ular faqat u oilasiga bog'liq. 从决定将 Men samoviy tablikani chiqarishga qaror qabul qilgandan keyin men qonli bo'ronga duch kelishga tayyor edim. Janob Bay, 我失败了。 meni kechiring. Janob Bay, 都是这个林爽， hammasi shuanlik tufayli, shuanlik. Janob Bay, 连个保安都 hatto qo'riqchilarni boshqara olmaydimi? Ko'zimga ko'rinma. Eh, 杜少， Janob Du, Suanjoy yonida noma'lum kelib chiqqan odam bor. 别棘手啊！ Bu biroz qiyin masala. Buni hal qila olmaysanmi? Bu meni aybim. O'ylaymanki, men senga ishona olmayman. Shunchaki axlatsan. Aytgancha, jinnilik itga ruxsat ber. 那杜少， Janob Du, 咱们说 bizda reja bor edi. Suv opa-singillar, nima qilish kerak bo'lsa qil. Men faqat tabletkalarni xohlayman. A 级通缉犯封 Sinf qidiruvi, jinni it ozod qilindi. Lin Shuan, 死定了。 sen aminmisan? Avval gaplashib olaylik. Xavfsizlik qo'riqchisi, haydovchilik ham pul. Ha, ser. Mashina to'g'ri parklangan. Siz bilan kelasiz. 贴身保镖， Tana 可能不需 qo'riqchisi, 要贴身保护 meni himoya qilmaganmisiz? 现在用了。 Men hozir undan foydalanyapman. Men qila olmaymanmi? 100万， So'z 但是要 2 million. Ammo 7 marta 24. 饿死了苏。 Xonim, men ochman. Chunki bugun sizni himoya qilyapman. Menga pul bera olmaysizmi? Ovqat bilan mukofotlamaysizmi? Men sizga aytganman, o'zingizni ahmoq qilmang. Xo'p, 醋排骨、 shirin va nordon cho'chqa go'shti, tovuqlari, 小炒、 o'z hovuzida almashtirish va sovuq brokoli. Bu yaxshimi? Ammo biroz. Baribir, agar siz suyuq xonim bo'lsangiz, uni o'zingiz qilishingiz kerak. Buni qabul qilaman. 菜在冰箱。 Ovqatlar muzlatkichda, oshxona esa u yerda. Siz hozir boshlashingiz mumkin. Buni men qilamanmi? 我们先去洗澡了。 Avval dush qabul qilmoqchimiz. Kechki ovqat yarim soat ichida tayyor bo'ladi. Kelinglar ovqatlaning. Tatib ko'ring. Aftidan bu taomning ta'mi bu sizlarga juda mos keladi. Bu shunchaki juda.
苏总辛苦。 Suvxonim, bugun uzoq kun bo'ldi. Biroz yana. Singlim ovqat yemaydi. U har kun bergan ovqatni yemaydi. 哦，我是 Men shunchaki yaxshi fikr deb o'ylamayman. Ovqatni sarflash yaxshi ish emas. 都看我干嘛？ Nega menga qarayapsiz? Ovqatlaning. Uxurni majburan sindirish. 自毁。这老逼的 Bu chol. 有点心 U 眼， men 全 uchun 是 juda 我 ko'p 身上 yurak bor.